Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Keling, Ata Uchqo'rg'ondan keldim. Sizlar qaysi usulda davolaysizlar? Biz ilon zahri bilan davolaymiz. Ilondan qochib, ilonga tutildim. Nima? Yo'q, hech narsa. Bu tomon kiramanmi? Bu tomon kirasiz. Okaxon, navbati bor. Navbatda o'tiramiz. Ming bor uzr. Rahmat, salomat bo'ling. Do'stlar, qadrdonlar, aynan Namangan shahriga yetib keldik. Qadrdonlarim, bu joy Vertebra Med Center. Qadrdonlarim, bu joy asli reklamaga umuman muhtojligi yo'q, lekin Uchqo'rg'onlik va namanganliklar uchun bir eslatib qo'ygimiz keldi. Xo'p, qadrdonlar, mana yonimda mutaxassis Muhayyoxonga murojaat qilamiz. Muhayyoxon, avvalambor assalomu alaykum. Uchqo'rg'ondan keldik, mana yoritgani. Bu joydan juda ham ko'p o'tamiz. Bu xudo xolos klinikani juda ham ko'p ko'rdik. Sizdan bitta ikkita savollar bermoqchiman. Ushbu klinikada qaysi turdagi kasallar va qaysi uslubda davolaysizlar? Bizda asosan bel, bo'yin, umurtqa grijalarini davolaymiz. Ilon zahri bilan davolaymiz. Rostdan ilon zahri bilan davolaysizlar. Gap bo'lishi mumkin emas. Ish vaqtlari qanaqa, Muhayyo? Bizda ish vaqtlarimiz 8 dan 4 gacha ish vaqtlarimiz, dushanbadan jumagacha. Shanba, dam kunlari. Qadrdonlar, juda ham ko'pchilik Uchqo'rg'onda ham biz bilyapmiz, eshitamiz, Andijon viloyatiga ketyapti. To'g'ri, u tomonda ham mutaxassislarimiz juda ham ko'p, lekin ko'ryapsizlar, Namangan shahrida ham xuddi shunaqa klinika ochilibdi, sizlarga tavsiya beramiz. Qadrdonlar, ushbu klinikada masofadan turib maslahat ham olishingiz mumkin ekan. Shu to'g'risida yana Muhayyoxonga yuzlanamiz. Albatta, bizga ijtimoiy tarmoqlarda murojaat qilsa, biz albatta bepul konsultatsiya beramiz. Bepul? Bepul. Gap bo'lishi mumkin emas. Qadrdonlar ham ko'ryapsizlar, mana ushbu klinika menga o'zimga ham juda ham yoqdi. Avvalambor Muhayyoxon hech kim kasal bo'lmasin. Lekin biz eshityapmiz juda ham ko'pchilikni ko'cha tilida aytganda grija qiynayotganini juda ham ko'p eshityapmiz-da. To'g'risi, yonimizda yurgan bolalar ham, o'zimiz akalarimiz, opalarimiz juda ham ko'pchilik grija bo'lib qoldi deb eshityapmiz. Shunaqa klinika ochib yaxshi qilibsizlar. Do'stlar, qadrdonlar, ushbu klinika haqida biz siz azizlarga batafsil ma'lumot berdik. Avvalambor ma'lumot uchun juda ham katta rahmat singlim. Qadrdonlarim, yanada ko'proq ma'lumotga ega bo'lish xohlasangiz, pastda Vertebra klinikasining Instagram sahifalarini atmetga qilib qo'yman. Bemalol o'tib har qanday savollaringizga mana Muhayyoxon xudo xolasa javob berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qadrdonlarim, manzilni tushuntirib o'taman. Manzil Namangan shahrida joylashgan. Chorsiga yetmasdan, Uchqo'rg'ondan kelishda Chorsiga yetmasdan chap tomonda Livali do'koni bor, brend bo'lgan. Shuni to'g'risidagi klinika. Chorsidan Uchqo'rg'onga kelishda o'ng qo'ldagi Livali do'konining to'g'risidagi klinika. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Har qanday savol javobinglar bo'lsa, bemalol atmetga qilib qo'ygan Instagramga o'tib obuna bo'lib kuzatishingiz mumkin. Bu videoni grija bilan og'riyotgan qadrdonlarga jo'natib qo'yasizlar. Azizlarim, biz har bir filialimizni siz azizlarga raqamini qoldirib qo'yamiz. Toshkent shahridagi, Qo'qon shahridagi, Sirdaryo shahridagi hamda Namangan shahridagi raqamlarni pastda qoldirib qo'yamiz. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Qadrdonlarim, Vertebra klinikasi uchun va Zolotoy Uchqo'rg'on uchun maxsus yaxshi kunlarda ko'rishguncha.